SPF'ni zo'rini ishlataman degani bu shu kremlar bilan uxlab qolaversa bo'ladi degani emas. Yanıma bir ayolimiz geldi. Men dedi CC krem ishlataman. Geçti yüzünüzü yuvasızmı, tazalaysızmı, yüzünüze dem berasizmi desem ben CC ishlataman-ku. Yüzüme şu adisoda yuvib uxlayveraman dedi. Eng katta xato qizlarimiz. Ko'pchilik ayollar erinadilar, yuzlarini makiyaj bilan uxlab qoladilar yoki SPF'im borku, CC ishlatganman-ku, zo'r kremim borku dedilar. Yo'q qizlar, bizning yuzimizni 3 soatgina kremlar yaxshi himoya qilib beradi. Undan ortig'i bizning yuzimizga zararlidir. Bizning yuzimiz nafas olishi kerak. Eng zo'r tozalov shunday ayollarimiz bo'ladi, yuzlari yoldirab, yonib turadi. U ayollarimiz to'g'ri uhud va kremlarni ishlatish tartibini biladigan ayollarimiz. Ya'ni kechqurun yuzimizni professional yuzimizga tushadigan chuqur tozalovchi umivalka ishlatishimiz kerak. Albatta yuzimizni namlantiruvchi toner ishlatishimiz shart. Va albatta serum. Agar kremlarda qisliq ketaman desangizlar, faqat shu 3 etapli tozalovni bilib olinglar. Agar sizlarga shu kremlar haqida ma'lumot kerak bo'lsa, yonimga kelasizlar, konsultatsiya besplatniy va yuzlaringizga mosini tanlab beraman. 5-6 oyingizda bemalol yetadi va yuzlaringiz 10 kundan keyin kelib, chiroyli o'zgarishlari haqida bo'lishasizlar.